Hammaga salom. Biz bugun qarindoshlar bilan Shokir foylasi bo'lib, Xo'jaobodda o'zi ham zo'r joy bor ekan. Salqin, dam olishga zo'r joy ekan. Shu yerga dam olgani ketyapmiz. Hozir mashinadan tushib jalaquduqqa bozorlik qilamiz. Xullas, bozorlik qilishni boshladik. Pomidor, badrin, bolgarskiy, guruch, go'sht hamma yoqqacha. Xullas, asha nima ketsa oldik. Bozorlik qilib bo'ldik. Endi Xo'jaobodga yo'lga chiqdik ham. Gaplashib yetib ham kelibmiz bir pasda. Shunaqa Sharshara degan joy ekan. Ichlari salqingina, dam olgani. Qaranglar, mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Atmosfera. Keliblar joylashib oldik. Shunaqa qilib endi salat qilishga tushib ketdi. Oshlarni ham o'zlari qilib berar ekan, zo'r chiqibdi, maza qilib yedik. Kelinglar undan ko'ra. Sana kızım. Osh tortay, mana bunga.